Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil xudo xolasa 16-iyun sanasida Karmen noglarimizga bir ko'rib baho berildi. Meva olgan qarang, mashalloh ko'z nemasin. Bu meva bas, bu go'zallik bas, bu Xudoning bergan ne'matlari. Mevani qarang, xudo xolasa. Вообще zo'r holatda daraxtimiz yosh, 4 yosh meva olish вообще zo'r quyib olgan eng kuchli noklardan biri Karmen noki bo'ladi. Buning ishonchli ko'chatlaridan bor. Bizga murojaat qilaverasizlar. Nomerlar profilda bo'ladi. Har bir tutida meva, har bir shoxida meva. Odamlarda nok meva olmaydi. Mana shu Karmen noki salam mevasini o'zdan xudo xolasa 1 yil, 2 yil, uzoq 3 yil deysizlar xudo xolasa mevalar. Maşallah ko'rsatyapman. Mevaga umuman gap so'z yo'q. Daraxt yoshi 3 yosh, har bir tupida 3 kilo, 4 kilodan meva bor. 2 yilda daromadga olib kiradi. Uyga eksalar ham 2 yilda xudo xolasa mevasini yeysizlar. Mana. Narxi 40 ming, 50 ming, 30 ming o'zmada. 25 ming chiqachon 10 ming, 15 ming bo'lib ketmaydi nokni narxi. Eng daromadi zo'r, yeyishga zo'r mevalardan biri nok bo'ladi. Sog' bo'linglar, o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham qiziq videolar chiqaramiz, xudo xolasa. Bog'ni ko'rsating. Hammasi bir nafasda.